Ibrohim aka, mana skladga O'zbekistondagi hamma dasturxon klyonkalarni yig'ib qo'yibsiz. Вообще katta ekan. Necha xil turdagi kylyonka bor ekan endi? Hozir bu yerda 100 dan ko'p assortiment bor. Yana xudo xolisa yengilliklarni qilishda davom etamiz. Yengillik kelaveradi endi. Demak, har doim mahsulotlarimizni yangi-yangini olib kelib kelasiz, to'g'rimi? Ha. Ya'ni mijozlarimizning talabiga qarab, boshqa hozir mana eshikdan kirayotganimizda ham yangi mollar tushyapti, to'g'rimi? U ham yangi stilmi shunda? Hammasi yangi stilda. Viloyatlarga ham aynan mana shu joydan optimiga chiqib ketar ekan. Mana shundan chiqib ketadi. Hozirgi kunda viloyatda ham hammasi onlaynga o'tib ketgan. Через Telegram zakaz qilishadi. Olib chiqib beramiz mashinalarga. Allanib qolmaydimi? Ya xudo xolisa hammasi nazoratda bo'ladi. Zo'r. Demak, bemalol onlayn ham buyurtma bersanglar bo'ladi. Xudo xolisa mana shu klyonkalarimizni assortimenti juda ham ko'p. Bularni Telegram kanalimiz orqali ko'rib borsanglar ham bo'ladi. Telegram kanalimizning linkini bio qismimizga qo'yib qo'yganmiz. Yo'qdan kirib bemalol Ibrohim aka assortimentlarni tashlab tursangiz, yana klyonkadan tashqari ham boshqa mahsulotlar bor deb aytdingiz. Ular nima mahsulotlar bor? Ashyoxonalarimiz bor, eshik parda bor, eshik lentalarimiz bor. Yana xudo xolisa tez kunda yana yengil narsalar qo'shib boraveramiz. Zo'r. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, xudo xolisa yangi bo'lgan mahsulotlarimizni ko'rib borasizlar. O'sha yoqdan to'g'ridan to'g'ri buyurtma bersanglar, bizga ham, o'zingizlarga ham chiroyli qulay bo'ladi.